Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bizning navbatdagi pasiyentimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan Nurimbetov. Bu pasiyentimiz bizdan 3 oy oldin davolanuvdilar. Mana hozir diagnozini o'qib beraman. Ikki tomonlama ko'ksartiroz, aseptik nefroz bilan. Ya'ni o'sha son suyagi boshlasi aseptik nefroz. Ikkinchi bir tomonda 3-chi darajada. Bizda bu pasiyentimiz nimaga olib chiqmoqchimiz? Endi pasiyentimiz o'zlari xijolat bo'lyaptilar. O'sha ommaga ko'rinishdan yana xijolat bo'larkan, endi o'zbekchilik to'g'ri tushunasizlar. O'zlarini, hozir so'zlarini baribir aytadilar fikrlarini. O'zlarini endi video syomka qila olmadik, uning uchun uzr so'raymiz. Mana oldingi bizlarga tushgan nimalari, mana 29-sentyabrda tushganlar 2025-yil tashxislari. Nurimbetov, bizdan oldin qaysi klinikalarga bordingiz? Endi bir nimalarga qiziqdi yurtdoshlarimizga. Assalomu alaykum hammaga. Men Moskvadan 6 oy bo'ldi, o'sha 6 oydan beri shu kasal bilan kurash qilyapman. Davolanib kelyapman. Moskvada 2 oy tinmay davolandim. Shetib natija bo'lmagandan so'ng qaytdim O'zbekistonga. Qaytdimda sizni mana klinikangizda birlar tavsiya etdi. Ag'aynilar shu bilar ekan, kiyat qanaqa burun. Shu yerga bilan keldim 2 oy burun, 2,5 oy 3 oy bo'lib qoldi. O'sha keldim, birinchi davolandim. Sal o'zimni yaxshi his etdim. Hozir mana o'sha Xudoyimga minqatlar shukr, hozir o'sha zo'r. Ancha yaxshisiz, ha? Ancha yaxshiman. Burun oqsoqlanib bo'layotgandim, hozir oqsog'im qoldi. Endi bir xudo xolasa. Chunki juda ko'p bemorlar bizga keladi. Shu bola mana bizdan ikkalamizni qildi, masalan, xastada yurdik mana. To'yga ham, hashamga ham borsam xastada borarkan, mana xastani 1 gram ham tashlamagan. Mana hozir mana natijasini o'zingiz ko'rdingiz, mana 2 oy, 3 oyda 2-darajada tushgan. Xudo xolasa mana o'zi endi mana harakat qilsa bu yog'iga, mana yana 1-darajada chiqib, yaxshi bo'lib, mana aseptik nefrozlari orqaga qaytadi xudo xolasa. Mana qachon qildirdingiz buni? Nurimbetov? Bir 10 kun bo'lib yetmasdan aytdi, 20 kun bo'ldi. Shu bemalol ko'rishamiz konturlarini mana. Nimalarni, qanaqa aniq tiniq chiqqan mana, bu yerda mana. Oldingi MRTlarda endi bu yerda ozgina nimalar bor edi, o'zgarishlar bor edi. Hozir mana juda mana shunday bilsa ham bo'ladi mana. Qara. Endi buni o'zgartmasdan aytdi, 20 kun bo'ldi. Shu bemalol ko'rishamiz konturlarini mana. Nimalarni, qanaqa aniq tiniq chiqqan mana, bu yerda mana. Oldingi MRTlarda endi bu yerda ozgina nimalar bor edi, o'zgarishlar bor edi. Hozir mana juda mana shunday bilsa ham bo'ladi mana. Qara. Endi buni bu o'zi qog'ozda mana yomotib berasiz. Bilmayman, uyalishadimi ular xastada yurishdan. Mana xastada yurishni natijasini mana o'zimiz ko'rib turibmiz mana. Shuning uchun iltimos qilamiz, bizning klinikaga kelib davolanadimi yo boshqa klinikalardami, koksartiroz, aseptik nefroz bilan asoratlangan bo'lsa, o'sha iltimos qilamiz hurmatli yurtdoshlarimizdan. Albatta xastada yurish kerak. Xastada oyoq, qo'ltiq oyoq. Va bu hammasi vaqtincha. Yaxshi bo'lgandan keyin bemalol o'zining oyog'ida yuraveradi yana. Chunki